Men gapirganim ular tijoyatmi? Sen men bilan tortishadigan emassan-da, oshna. Men senga nima deyapman? Asabimni buzib tortishmayman. Men bilaman chunki. Nahotki hammasi tugadi, nahotki shuncha orzu umidlar chippakka chiqdi. Xudoyim, ish qilib realam yutkizsin. Sen ham nimadir-de? Men qayta o'rdim. Men yomon tegan. O'g'il nima bo'ldi? Ishi siqilib ketdim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kelajakka sayohat ko'rsatuvimni birinchi sonni boshladik va ko'chadagi birinchi odamlar bilan suhbatni olib boramiz. Qani ketdik. Hozir ikkita akamiz o'tiribdi, ularga savol berib ko'ramiz. Qani ketdik. Doim emas, tortishaman deb harakat qila olasan, senga to'g'ri kelmaydi. Ikkita savolimiz bor. Bo'ladi, javob beradi. Kelajakdagi rejalaringiz haqida gapirib bering. Bugun kunga nima? Dushanba. Evet, optob bo'lib ketdi. Ash intervyuda men salqinlab qilsa bo'ladimi? Albatta. Bemalol gapiraver. Kelajakdagi rejalaringiz haqida gapirib bering. Bugun kunga nima edi? Dushanba dedim u. Kelajakda xullas katta proyekt boshlab qo'yganmiz. Xullas ko'kkina qopqoq yig'ib, devor qoqib, mirovoy o'rniga zvezda bo'lib ketmoqchiman. Hayotingizdagi eng katta xatoingiz haqida gapirib bering. Yoshligimda oshtamga 500 ta qopqoq yetkazib qo'yib, hozirgida afsonaman. Proyektimga hozirgida ta'sir qiladi, hozirgida davr. Shunga roma afsuslanaman, hozirgida davr. Hozirgina bu akamiz bilan tortishyapti-lar, shu haqida gapirib bersangiz. To'g'ri, challasi yo'q, mol, omi. Agar challasi bo'lsa, qani shunaqa qopqoq deydimi, hali odamlar patpiska deydi, asabimga tegib. Qizig'i, bu menga yerda yumalaq deyapti-da. Xo'p, yer yumalaq ekan. Meni hayolimga qanday keladi to'rtburchak bo'lmasa? Aytingchi, qanday keladi? Buni qopqoqlari yumalaq, u Rahmat. Azizlar, sizlar uchun yer yumaloqmi, turbuchak kommentariyada yozib qolasiz.